Assalomu alaykum hammaga. Rostini aytsam, bu videoni tayyorlashimga juda ham oson bo'lmadi, chunki men ko'p gapiradigan inson emasman. Lekin bugun sizlar bilan ochiqchasi gaplashib olmoqchiman. Ko'pchilik motivatsiya haqida gapiradi, lekin motivatsiya yolg'on narsa. U ba'zida keladi, ba'zida esa ketadi. Lekin intizom doimiy siz bilan qoladi. Agar siz ham o'zgarishni xohlasangiz, bu video aynan siz uchun. Mening ismim Shahboz va bu intizom loyihasi. Rostini aytsam, avvallari men ham ko'pchilik kabi bahonalar qilar edim. Ya'ni ertaga boshlayman yoki dushanbadan boshlayman der edim. Vaqt yo'q, hozircha boshqa ishlarim bor yoki yana bir ko'plab bahonalar qilar edim. Lekin ich-ichimdan bilardim. Bu shunchaki bahona. Hech kim meni kelib qutqarmaydi. Hech kim hayotimni o'zgartirib bermaydi. O'sha paytda bitta savol berdim. Agar hozir boshlamasam qachon? Va shu savol hammasini o'zgartirdi. Shundan keyin qaror qildim. Mukammal bo'lish shart emas, faqat boshlash kerak. Har kuni ozgina bo'lsa ham mashq, tartib va o'z ustida ishlash. To'g'ri, ba'zi kunlar juda ham qiyin bo'ladi. Umuman istak yo'q, lekin baribir qilaman. Chunki men bilaman, natija kayfiyatdan emas, odatdan keladi. Shu sababli bu kanalni ochdim. O'zimni majbur qilish uchun. Bu yerda shunchaki gap yo'q. Bu yerda shunchaki motivatsiya yo'q. Bu yerda real mehnat, real ter, real jarayon. Chunki hayot ham realdir. Agarda siz ham kuchli bo'lishni, o'zingizni hurmat qilishni va real natija ko'rishni xohlasangiz, siz aynan joydasiz. Chunki bu kanal dangasalar uchun, bajaruvchilar uchun. Bu loyiha endi boshlandi. Oldinda yangi mashqlar, yangi qiyinchiliklar va yangi sinovlar turibdi. Lekin to'xtamayman. Chunki men bilaman, bugun qilmasam, ertaga kech bo'ladi. Bu kanal mening yo'lim va siz ham shu yo'lda bo'lishingiz mumkin. Agar sen ham tomosha qiluvchi emas, bajaruvchi bo'lsang, obuna bo'l. Agar sen ham o'zgarmoqchi bo'lsang, shu yerda qol va kommentga yoz. Men boshladim. Keyingi videoda ko'rishamiz. Kuchli bo'ling, intizomli bo'ling.